Chastota nima degani? Har bir qiymatning necha marta takrorlanishi chastota deyiladi. Deylik, sizga 2 marta takrorlanyapti, 3-4 marta takrorlanyapti. Mana shu necha marta takrorlanishi nima deyilar ekan? Chastota deyilar ekan. Chastota odatda o'qishlar n harfi bilan belgilanadi. N1, N2 va hokazo. Nk jamisi n bo'ladi. Hammasini qo'shganingizda n ni beradi. Bu chastota deyiladi. Endi keyingisi nisbiy chastota nima degani? Nisbiy chastota har bir qiymatning chastotasining umumiy tanlanma hajmiga nisbati. Nisbiy chastota har bir qiymat chastotasining umumiy tanlanma hajmiga nisbati. Hop, nisbiy chastota odatda W harfi bilan belgilanadi. Masalan, W1 ni topmoqchi bo'lsak, aytyapti, har bir chastotani umumiy tanlanma yoki hajmga nisbati. Har bir chastotani umumiy hajmga nisbati. Mana bu formulasi nisbiy chastota. W2 ham xuddi shunday. N2 taqsim N. W3 N3 taqsim N. Va hokazo W kar N kar taqsim N bo'ladi. Wlarning hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsangiz nima beradi? Hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, o'quvchilar 1 ni beradi. Nima uchun? Chunki suratlarga e'tibor bering. Manhaji bir xil. Faqat nima qilamiz? Suratini qo'shamiz. Suratlarni qo'shadigan bo'lsak, N1, N2, N3 va hokazo. Nlarni qo'shadigan bo'lsak, nimani beradi? N ni beradi. Shunda biza N taqsim N hosil bo'ladi, qisqarib nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Mana shuning uchun ham barcha nisbiy chastotalarni qo'shganimizda jadvalimizda javob 1 chiqar ekan. Endi misolga ko'raylik. Misolga ko'rsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Masalan, 10 o'zidagi bunchalar soni 15, 11, 10 va hokazo ko'rinishda berilgan bo'lsa, bu endi tajriba natijasida sinalgan. Chastotalar jadvalini tuzing desa, nima qilamiz birinchi? Bunchalarning sonini topamiz. Ya'ni birinchi voy aytdik-ku, tanlanmaning hadlarini topamiz yoki variantlarni topa olamiz birinchi. 10 variantlardan, yana undan keyingisi 11 variatsiya xato tuzib olyapmiz. Kichigidan kattasiga qarab. Tushunarli? 10, 11, undan keyingisi 15, undan keyingisi 16, 17 va oxirgisi 18. Variatsiya xato tuzildi. Tushunarli? Keyin chastota nima degan dedik? Necha marta takrorlanishi. Hop qaradik. Bu necha marta takrorlangan? Mana bu 1 marta takrorlangan. 11 necha marta? 1 marta bor. 11 boshqa 11 yo'q qani? 1 marta. 15 necha marta takrorlangan? 1, 2, 3 marta takrorlangan. 16chi 2 marta, 17 ham 2 marta va 18 1 marta takrorlangan. Mana shu narsa biz uchun chastotalar jadvali bo'ladi. Tushunarli-a? Endi emas, osongina.